Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatgan yaqinlarimiz, Alloh taoloning inoyati marhamati bilan bugun mana Makka mukarramada bu akalarimiz bilan payg'ambarimiz Nabiy alayhisolatu vasallamning izlaridan degan bir mavzu ustida safarga chiqdik. Degan joyimiz Makka mukarramani Nur tog'i, Jabalun Nur, maşalloh, nurli tog'. Subhanalloh. Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy nozil bo'lgan G'or Hiro, Javhar g'ori deb qo'yadi, Javhar. Maşalloh. Ziyoratga chiqib ketyapmiz. Payg'ambarimiz alayhisalomga bu yerda vahiy nozil bo'lgan. Subhanalloh. Birinchi beradigan ma'lumotimiz sizlar uchun, bu joy Makka mukarrama Masjidil Haromdan taxminan 5 kilometr masofa olisda joylashgan ekan. Va bu tog'ni ko'rib turganingiz, ana o'sha cho'qqi, chiroyli bir cho'qqi, bizi Sulaymon tog'i xuddi shu toqqa o'xshaydi aslida. Maşalloh. O'sha cho'qqini orqa tomonida Hiro g'ori. Hironing ma'nosi nima ekan? Javhar degan. Javhar. Javhar g'orida birinchi oyatlar, birinchi suraning 5 oyat nozil bo'lgan. Subhanalloh. Va bu tog' dengiz sathidan 650 metr taxminan balandlikda joylashgan. Demak, biz hozir inshaalloh g'or qanchalar balandlikda joylashgan, taxminan aytiladiki, o'sha 600 qancha metrda yarmidan ko'proqda joylashgan tevada deyiladi. İnşallah nasib qilsa, ana o'sha g'orga chiqib, butun Makka mukarramani g'alati joydan tasavvuran ko'rib va his qilamizki, Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamga birinchi oyatlar qanday nozil bo'lgan. Bizni kuzatib turing, inshaalloh biz sizlarga bu safarimiz tafsilotlarini albatta yetkazib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.